Assalomu alaykum. Do'stlar, mana Qirg'izistonda asalarilar mehnat avjida. Mana asalni bosib ishlayapti astoydil. To'shiganda qarang asalda. Bu mitti jonzotlar shuncha tonnalab kerak bo'lsa asallarni toshib tashlaydi. Ya Allah. Qarang. Bitta ramkada, shu ramkada 2 kilo asal olib kelib qo'ygan. 10 kun, 15 kun oldin shu asalda yo'q bo'lgan. Alloh beraman desa 5 kunda ham to'ldirib qo'yadi ichini, qarang. Maşallah deb qo'yamiz. Ko'rganda ham. Mana. Bitta ishlarini ham ko'ringlar-da. İşlerini ham go'zal qilib, juda ham chiroyli qilib qo'yibdilar. Mana tabiat. Kiygot sepgandakka. Zakasni kiygot mana. Kiygot bir ko'rsatadi sizlarga. Tikanlar. Mana kiygotlar. Qirg'iziston nimaga maqtayraman? Qirg'izistonda gul ko'p, juda ham. Kiygot qarani ko'pligini. Mana oppoq ochilganlar, arlan qarani, arlan. Maşallah. Alloh buyukligi. Alloh shu mitti jonzotlardan, mitti narsalardan shu tabiiy asallarni insonlar uchun hammasi kiygot shu tomonda, polni kiygot. O archalan tagi ham kiygot. Mana bu yoq asalarlar. 300 ta yashiqda bor bu yerda asalar. Bu asallar ham, bu asalarlarning mehnati ham siz uchun do'stim. Alloh ne'mat qilib bergan. Qadriga yetish kerak. Xudo xolasa inshaalloh bu joylarda 1 gram shakar quyilmaydi. Sababiki gul yetarli bu yerda, shakar berish hojati yo'q. Ko'rib turibsizlar-ku kiygot ko'pligini. Bizi tabiat zo'r inshaalloh. Qirg'izistondamiz. Bu oxirgi to'chka. Bu joydan o'zi ichkariga umuman mashina ham kirmaydi, yo'l ham yo'q. Asalariga haqiqiy ayiqlar, yovvoyi hayvonlar ko'p joylar. Oka bu yerda ayiqlar ham bor dedilar-a. Ozgina teparoqlarda bo'lsa kerak-a.